Avvalambor assalomu alaykum. Xola yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Rahmat. Sizlar qayerdan keldinglar? Qaysi viloyatdan? Biz Toshkentdan keldik. Toshkent viloyatidan. shahridan. Biz mijozlarimizdan doimiy otsiv olib yuramiz. Ya'ni bizning sanatoriyamizdagi qulayliklar, shart-sharoitlar, oziq-ovqatlar qanaqa? Sizlarga yoqyaptimi? Nima bo'lyapti? Shu haqida bir fikrlaringni aytsangiz yaxshi bo'ladi. Biz Toshkentdan keldik. Bu birinchi kelishimiz emas. Har bir ikkinchi, uchinchi kelishimiz o'tgan. Yoqadi, yaxshi. Komfort chiroyli, juda ham. Muomalalar yaxshi. Yaxshi qabul qilib olishdi. Juda ham yaxshi. Doktorlar darrov bizdan nazorat olib, davleniyalarini o'lchab bizga qarashdi. Qabul qilib olishdi. Назначениyalar yozib berishdi. Vrachlar yaxshi qabul qilib, to'g'ri назначение berishdi. Muomalalar yaxshi, ovqatlar yaxshi. Yaxshi. Ular yaxshi xizmat ko'rsatishyapti bizga. Mana lecheniya sulga boryapmiz. O'sha yerda medsestralarni bilan muomalasi yaxshi. Mana kelayotgan vrachimiz juda yaxshi ko'rdilar bizani. Yaxshi lecheniyalar назначить qildilar. Biz xursandmiz. Bu tabiati, ozodagarchiligi Juda ozoda. juda bizga ma'qul tushdi. Kirishuza bilan juda ham yoqdi. Sharoitlar juda ham yaxshi. Biz hammaga taklif qilamiz. Ularni kelib, shu yerda maroqli dam olib, lecheniyalar olib, kelishni istaymiz.